ko'chadagi havoni qaranglar, yondiradi, kuydiradi, sanamginam bo'lyapti. Hali yoz kelmasdan turib shunchalik havo isib ketgan, quyosh nurlari juda ham kuchayib ketgan. Hammamizga kerak bo'ladigan narsa bu SPF. Shuning uchun 3 ta SPF haqida sizlarga gapirib bermoqchiman. Qizlarga ham, o'g'il bolalarga ham, hammaga mos tushadigan 3 ta SPF. Ulardan bittasi Seleva brendimizni SPF. Bu SPF yuzingizga glow effekt beradi, ya'ni shunaqa yaltiratib qo'yadi. Normal va quruq yuzlarga juda ham zo'r mos keladi. Eng asosiysi, bu SPFni surtganingizdan keyin makiyaj qilsangiz, makiyajingiz ham shunaqa yaltirab, chiroyli bo'lib qoladi va quyoshning har qanday nuridan sizni yuzingizni himoya qilib turadi va yuzingizni chuqur namlantirib qo'yadi. Ikkinchisi Effilo brendimizdan SPF. Bu SPF qizlar maza qilib ishlatadigan SPF, chunki bu tonap SPF. Yuzingizga makiyaj effektini beradi, ya'ni tonalka effektini beradi. Yuzingizni bitta tonga keltirib qo'yadi va yuzingizni shunaqa yaltiratib har qanday yuzga tushadi. Ta'sirchan yuzlarga ham, quruq yuzlarga ham, yog'li yuzlarga ham, har qanday yuzlarga mos tushuvchi ushbu tonap SPFimiz ham bor va undan keyin Lovium brendimizdan SPF. Bu SPFimiz yuzni juda ham chuqur namlantirib beradi va har qanday yuz turiga mos tushuvchi SPF bo'lganligi uchun bemalol har kunlik makiyajingizdan oldin ishlatsangiz bo'ladi. Yuzingizni chuqur namlab, eng asosiysi 24 soat davomida yuzingizni quyosh nuridan saqlab turadi. 24 soatli SPFlarni topish qiyin. Lovium brendi, aynan Lovium brendini shu SPF 24 soat quyosh nuridan himoya qiladi. Bu SPFlarning narxini shu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Hozir nalichida bor, kargo narxlari qo'shilmaydi. Ko'rib turgan narxlar O'zbekistonda sotilayotgan narxlar. Bemalol Gangnam Style Cosmetics profilimizga murojaat qilib zakaz qilishingiz mumkin.